Assalomu alaykum futbol muxlislari. O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga tayyorgarlikni davom ettirmoqda. 9-iyun kuni Nyu-York shahridagi Ikan stadionida o'zbekistonlik futbolchilar Niderlandiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Bu uchrashuv har ikki jamoa uchun ham mundial oldidan o'tkaziladigan so'nggi nazorat va sinov o'yini bo'ladi. Shu sababli murabbiylar shtabi asosiy tarkibni shakllantirish, yangi taktikalarni sinab ko'rish va futbolchilarning holatini baholash imkoniyatiga ega bo'ladi. Qiziqarli tomoni shundaki, O'zbekiston va Niderlandiya terma jamoalari shu paytgacha tarixda biror marta ham o'zaro uchrashmagan. Demak, oldinda bizni mutlaqo yangi qarama-qarshilik kutmoqda. Albatta, Niderlandiya jahon futbolining eng kuchli jamoalardan biri hisoblanadi. Uning safida Yevropaning top klublarida o'ynayotgan ko'plab yulduz futbolchilar bor. O'zbekiston uchun esa bunday darajadagi raqib bilan maydonga tushish katta tajriba va muhim sinov bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Toshkent vaqti bilan 2-iyun tongida O'zbekiston terma jamoasi safarda Kanada bilan o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazdi. O'sha bahsda mezbonlar 2-0 hisobida g'alaba qozonishdi. Endi esa Cannavaro shogirdlari ancha kuchliroq raqibga qarshi o'z imkoniyatlarini namoyish etishga harakat qiladi. Sizningcha O'zbekiston Niderlandiyaga qarshi qanday natija qayd etadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda sizlarni eng so'nggi futbol yangiliklari kutmoqda.